Onajonlar, farzandinglarga hadeb sosiskani shunda o'zini qovurib beravermasdan shu ko'rindoqdan bir marta tayyorlab ko'rsanglar, aytganini qilmaydigan farzandinglar ham bitta gapinglarga hop bo'ladi oyijon deydigan bo'lib qoladi. Bozorlik qilish uchun magazinga chiqib o'tirishinglar ham shart emas. Shundoq korzinka go'ga kirib kerakli narsalarni zakaz qilib olsanglar, samolyot tezligida yetkazib olib kelib berishadi. Retsepti ishonchlisini bo'lsa, sizlarga o'zim beraman. Idishga 150 ml suv, yarim choy qoshiq tuz, yarim choy qoshiq shakar, 1 choy qoshiq droji va 150 gramm unni solamiz va bir xil massa bo'lgunicha aralashtiramiz. Ustini strich bilan yopib, oshish uchun olib qo'yamiz. Boshqaga sosiska va sirni videoda ko'rsatilganidek qilib terib olamiz. Sir xohishga ko'ra qo'shmasangiz ham bo'ladi. Sosiskalarni asta-sekin oshib chiqqan xamirimizga videoda ko'rsatilganidek qilib o'rab olamiz. Undan keyin esa non talqoniga botiramiz va qizib turgan yog'ida ikki tomonini chiroyli qilib qizartirib qovurib olamiz. Ustini xohishingizga ko'ra ketchup, mayonezlar bilan yasatishingiz mumkin. Bu ko'rindoq yegandan keyin farzandlarim menga rahmat deb yuborishdi. Siz ham albatta shu retsept asosida farzandlaringizga tayyorlab bering. Video sizga yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosish esingizdan chiqmasin.